Gap qilmay do'stlar degan. Malını topshirib yig'ildigan bormi? Ha, malak keldimi? Men ta'limni qo'l qo'yib qutbasi bo'ldi, lobanlarini to'lab qo'ysizlar. Ha, ma'qul, men xo'jayin to'lab qo'yay. Birdan tutibsizlar. Ha, malak kelganmi? Ha, xo'jayin mollarini kelganda mujdanizlik bir qo'l qo'yib. Kichigina dezomam taqib bu bitaqa. Vasilniki bu kunlik mal keldikan bu kiralarim hozir 5-6 ming ko'p bo'lib qoldi. Majdan qo'l qo'yib bersa. 5-6 ming bo'ldi. Ha. Sizlar bu qanday salatli ustami kirani? 5-6 ming bo'ldi deydi adam. Kelgan maldan turg'u qazamiz to'g'ri turdi buniki bu. Emisni kiran dandim men taqa. Yo'q, bergan bo'lsa o'zlari olib qoldilar bu denizni. Necha bo'ldi? 6.8 qo'yma. Ha. Bir şeyde 6.8 optan pıtabıl cemaat ustansınızdan dükkan kılıklam. Hem hiç ketmemiz var. 2000 köy versen bu nasıl ki? Bu Kramatlı buna. 2000 köy. Bana 2000 köy. xo'jayin ularga bo'lmaydi bu mashina may qo'ygan kiram ketamaydi buni hozir buni qilsa 2000 ko'y olsa. Bak kaysaslı bu neçiloda bizden mal doşatqım nurg'un pul tapla. Endi ma bir hayatımda bizden gibi mimar qilib qilgan ishni batesli bu gap qilmay qilib bunu bu. Ma dükkandan bir tushirib bizga imkoniyatimiz qilmamla. Ma bizning aylarim ishkimlarda men yilg'imandan necha ming tal mal zavod mesa bizga ishlardan kelib bizda bayda mimar qiladigan ma bilamasizlar mani. Nem qilsa hamza bir 2 ko'zini nem qilsa 6000 ko'zini itpaslar ma bolalar baqimsa qilmaydi ma qishda so'qaqga bu talada o'zimiz ko'tarib to'shib ekkanimiz buna. De açmasan gelin gap qildim elimda. Qayta çay 3000 koy aytib qo'ydim bo'ldi mana. Nar yeb qilib. Bo'ldi mana tikda. Güzeldir makineler rangi veşi pez keptik bu da. Xo'jayin men mollarini eklemaydigan bo'lib qoldim. Bu da o'zlari eklab aslajim. Neymiş qanda? Bu men 6200 ko'yliq dazni topshirsam 3000 ko'y itpadi sizlar majanglar. Ha. Sen bir kichigina bizni toshbak kelib qo'yib 6000 ko'y olamiz deb bu kelgan kirani men 3000 ko'y maymi qo'yib bo'ldim. Men necha vaqt yig'im kiralarini to'shib. Ma bir oylik hisobot o'qiydi. Bir oylik hisobotda shu 3000 ko'y berib 3200 ko'ysini ba'mida o'zlari ekkilib aslan men belak kira qilay bo'ldi. Güzeldir maaş bulmapta. Bu adam emdi qishda, soğukta, yozda, ısıqda, biz miyada ısıq soğuk gömey. Teyyan malını satqan bilen vajapan mabal tartib bizning mallarni aç aydırımda ecirib qilibati da. Maaş bulmapta, jingli bilen ko'rishib mabaldan pulsin to'liq beradilar. Bu ishni ayman jingli topshirganda pulni jingli to'liq berganda nima ish qilsligimda kam berganda? Malı kameçiga mitya. Yo'q, u malni men kamechimayman, shu yeshiq nima kelsa shuni eklib sizga sanitib ana yog'im qo'l qo'yg'izib echkitdim. Va jan men buni jingli bergan to'sa nimda qildiganda? Ma ish bulmapta güzel nur. Qaylan. Ama qattiq qamlashmapta. Jingli balda zat bir mesliba. Oldiq kunsum qarasam xaridadim birse, 2 tal kiyim elib, bir taldan pulni, ma arvimaga bir taldan pulni o'ziga attuğanga qilpal ko'zam chiqilib, men faqatlam gap qilmagandim, ma faqat bo'lmadi. Ma baldan pulsin to'liq apirli. Bekar deydi satlashib qoldi adam bir ishini bir adam chiqib topshirganlar. Yo'q, amma ishni el qilmasa qolmaydi. Sil berib güzel nur. Ajingli bilan paranglashib, ma baldan pulsin to'liq apirib, buningdan keyin anda qarsindiga ishni herkes qilmasin. Mayli, men bir ko'rsatib baqay. Ma'qul. Masla ashni o'rinlash do'stlar. Xonimning kayindan basami pullarni to'liq apirda. Mal degani kim kas topshog'ini mayda silim bir oila vaqala. Osh oydirmidi mishak ichimak oson mustam. Faqat xapamisiz jima. Aqzalning kayindan basla pullarni apirda. Ma'qul, rahmat. Ma'qul. Vay qilma yığınıq kiyimni qilma ham şunukan. Hemmisi yığılıqlar. Qilma erlarnikini burg'aman bekjaq. Erlarni matrabda aka. Ha, jipekniki erlarniki mana. Ha, mana bu. Bak qishliqmanlar jiddiy silib chiqaraverlar. Qaylan? Alloda animatsiya davrida o'tirib. Amallarim azonib zitib, bishna qilib, bishna qo'shib birmen deb turib, xiridan jelib qilib. Shu arimadim o'tgan daga arimaga sizga. Meni arimadim. Ana birga menga o'tqisiz, birga lobiniga o'tqisiz. Bu qanday gap pul to'liq bersam kam beriblar jingli. Yo'q shu. Voy xo'jayin. Mana bu 3000 koy badimda mana bu 3000 koy. 6000 koy bersa qanday? Voy xo'jayin, men bir gap qilaymi? O'sha jingli zad meni ko'zimga sig'maydi. Oldin qitimmi, ayonchiqdan ayrim arvivani ilib, ma xiridaga tanglayotdi. Voy bu sizlar nima qilganlari? Sizlar ishini dukkan topshirsa men armiman ish qilib, mishta qisir qanday men bu dukkanni ijara men to'layman, chiqimni men tatma, kirma yoqni yanchiq chirdi. Qanday qilsaqlar bu nimda? Voy mushun qaylaganda bir muncha pul xiyonat qilgan o'xshaydi. Buning meselesini tuzuk be olalar bas. Rasmiy hisobot qilmasa bo'lmaydi debdi zaten. Hisobotni tuzuk qilalar. Ishimga dard kuy ketmab deb o'tirib men qo'yaversa men bu dukkan tuzuk bir tarafga so'ldayman ma jinglini. Va qaysan o'tadi deb qilyapmiz, sifatlarsizniki. Ispatlab qopla. Mana men ko'rslar. Basıl do'sho.
Bunda ispatlı ben 5 qitim to'plab qo'ygan. Mesele edende küçük kasırını gep kılmasam Gap mesele. qilmaytoslar degan. Qiz bolg'i deyotgan anglilimi ya? Endi O'zidan boshqa ballanimish qisabda mana. Ne versin oğlum dep iş kaptı kemmem de. Bu kandak kalır, bu kandak değişiniz bu ne? Ben çıkana kımılayım şu malın işi setim şişli Voy yakışır. xo'jayin qanda deyishdiq, bir taraf qildiganni obdan bir taraf qilamiz. To'lmaylimi? Meyli. Zaten çın tutmasak bombaptı. Meslerini topshiramlar ya be yo'qligini to'lamdiq. Ben çırak değiştim bir dakika. Ay chiroyli deyishdi. Unda bo'lsa bugun mao ay kirachiniki pulni berib yetilar. Ben onuma vermez Shuni otasına. ko'yn yana basiya. Endi o- Bundan boshqa ma hisobotni ayrim qilamiz. Ay, Maqsiya hisobotni hisobotni- o'tmansak. Ben maşallah ben yaşamazdım çıkara sattım soğuduna bulup bize ketmedi. Ben ama dükkanı 4 gün icaresi gideyim şimdi lobakçı çıkıp koyatım icaresine. Ben bu dükkanımızda bir moş kız baba oradan elramdan da bir şey çıkayım deyip kaşıkarı bir şey. Konu kitaplarına vasıta zemiden bir de şu an mallarımızdan trebek çıkmışlık etti. Ben de çok ne yapayım lobank arama oturamadım ama yazlık yerini bekleyeceğim ben. Kışkırış azalda sizlar bir sizler ko'zda adına. qisvag'ini siz bilan karomlig'ini aytysizlar. Ma 1800 ming frank dukkanning ijarasi, tok puli, suv puli, vuyesi. Ay shunga men necha vaqtdan beri beqijnalda bu lobanmi? 500 ming frank o'rinni o'tkazib bermadi aytadi. Nima sababdan o'tkazib berdi bilammi shuni? Ne ma yetişemeyeyim kızımı bir versem ondan da rökeşine puluna. Arbukashning pulini berib Allah aytganda arbukashni birla. bo'lsa, xo'jayin degan tuzuk hisobot qilinadi. Men Ya bana mı tüfekler rökeşine puluna birlikte bulman. Af istemay. Kınım adam. Kandak kılar Ko'ylima, işte ne? men shunday odamni yonda beqib tumsa qilam xo'jayin. Sen o'sha tusul Ben deyman. nasıl belan qaylan alcıma meni orunda. Ya Ben biz- mal pal ketip kalıma. Ya biz ma Öyle o'ydan balonun qaylanib işi var, xo'jayin ha. ma masalani bir taraf qiladi. Ma Mal mal berip masraf kılar.